Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlari esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevdi. Gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Bu kelishuvimizda yo'q edi. Bo'lmasam o'yin ham tugaydi. Oyingni o'yla, Sevdi. Ilyos, iltimos. Begimda. Begim deysan. Begim. Endi bo'shsan. Belki çok incitmişim sevdiğim insanları. Belki çok... Yig'lama Sevdi. Sen kuchli qizsan. Ha bilaman oyi, lekin juda ham charchadim. O'g'il bola bo'lib tug'ilsam bo'lar ekan. Qiz bola bo'lish juda ham qiyin ekan, oyi. Unaqa dema. Sen qiz bola bo'lsang ham erkaklardek matonating bor. Axir men matonatli bo'lishni xohlamasam-chi? Hamma qizlarning adasi, akasi, sevgan insoni suyanchig'i bo'ladi. Lekin meni suyanadigan kimim bor? Hech ham. Yaratgan doim sen bilan qizim, to'g'ri? U doim men bilan. Endi hech qachon yig'lamayman. Keyin men buni ham ochiqdan olsam bo'lar ekan. Kichkinaligimda seni kelin qilaman degandingiz. Voy, Ilyosning qaysarligini bilasan-ku. Uylanaman deganni o'zi katta gap. Ilyos, Sevdi bilan qanaqa qilib tanishganini bilasizmi? Ilyos, hozirroq bularni hammasini to'xtatmasak, oxiri yomon bo'ladi. Kechga qaysi restoranga boramiz? Men turk restoraniga borgim kelyapti. Zo'r. Mensiz ham ishlar yaxshi-yu. Ilyos, u yerda sen bilan juda ko'p xotiralarimiz bor. Qanaqa xotiralar? Yasmin biz bolaligimizdan shunchaki do'st bo'lganmiz. Bor xonamdan chiqib ketgan. Nima? Hozirgina yig'lamayman deb yana yig'lab o'tiribman. Shu bolani deb yig'layapsanmi, Sevdi? Sen uni soxta sevgilisisan, haqiqiysi emas. Alo. Allo, shoh. Vaqting bormi? Ha, tinchlikmi?